Assalomu alaykum YouTube obunachilar. Bugungi Xudo qalasa tabrik loyihamiz Suhrab restoranda o'tar. Bugun tabrik loyihamizni Zuhra onamizni shukrona kuni bilan 80 yosh bilan tabriklaymiz. Umr yoshlar uzoq bo'lsin, onamizning sog' bo'lsin, yuzaga kirsin. Barcha o'g'il qizlari nomidan, farzandlari nomidan va Nodira qizi nomidan chin qalbdan tabriklab, tug'ilgan kuni chiroyli qilib Norik Studio bizlarni kuzatishda davom eting. Norik Studio bilan birga bo'ling. Onamiz 100 yoshlarga kirsin, sog' bo'lsin. Ona yig'lamang, qurbon sizga jonimdan. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib, ko'zlaridan o'paman. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib, ko'zlaridan o'paman. Otam, otam, jon otam, oilamizda xon otam. O'tdi umri mehnatda, bizni deb har on otam. Ey jon otam, oilamizda xon otam. O'tdi umri mehnatda, bizni deb har on otam. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib, ko'zlaridan o'paman. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib, ko'zlaridan o'paman. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin olib, ko'zlaridan o'paman. Bog'larda gul teraman, onamga gul beraman. Roziligin Production.
Studio. Siz sevgi. Şu ineme teşkiller mübarek olay. Hemmenize şu gün mübarek olay. Aynen şu ineme. Adama zalma bellay. Hemmenize şu mübarek olay. Yarın gelmez
Hiç kime yürek vurmaz hey. Fakat şundaki günler aynen. Hiç kime yürek vurmaz hey. Cüccini hımarman Rahmet çakırsın limanından. İşigin eldi salma, işigin eldi salma Rahmet salmadan akar alma, salmadan akar alma. Eğer könlümde tapmasan ey ülke yolundan kalma. Eğer könlümde tapmasan ey ülke yolundan kalma. Cüccini hımarman çakırsan limanından. Hey hey demekye geldim, kaymak yemekye geldim. Hey hey demekye geldim, kaymak yemekye geldim. Kaymak emes bakana, sizleri görmekye geldim. Kaymak emes bakana, sizleri görmekye geldim. Kaymak emes bakana, işim azdı inemlerini görmekye geldim. Valağa değme canım, öleme. Bülbüle değer vermişsen, aşıla versin dediğini. Bülbüle değer vermişsen, aşıla versin dediğini. Neye haber almışsan, sağına versin dediğini. Benden haber almışsın, yüker misin dediğini. Bana değme canım, ölemem bir kararım. Pizza değme canım, öleyim kalamam canım. Ördek bana su içmez, ta suda süzmeyince. Ördek bana su içmez, ta suda süzmeyince. Sizler külünüz mümin, ta özünüz süzmeyince. Sizler külünüz mümin, ta özünüz süzmeyince. Bize değme canım, ölemedi kararım. Bana değme canım, öleyim kalamam canım. Rahmet.
Dişirdeki şükür canıyla yüreğimde buldu var. Ala göz boy boy, ala göz boy boy, ala göz boy boy, ala göz boy boy. Dört kilo yollama kalları turlaman. Dört kilo yollama davulları turlama hey. Şu teşkillere bir geldik. Nazaket etke bizni horlama. Şu toylara bir geldik. Zevreyle bizni horlama. Ala göz boy boy, ala göz boy boy, ala göz boy boy, ala göz boy boy.
qarsaklar bilan Zo'rajon onamizni sahnaga Onajonimlar tug'ilgan kuni meni dunyoga keltirgan aziz mehribonim tug'ilgan kuni qizlarning oromijoni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimlar tug'ilgan kuni bu eskinamni o'tabarimni mehribonimni tug'ilgan kuni siz uchun sovg'a qilay dunyoni onajonimlar tug'ilgan kuni Zo'rajon onaning yaqinlari kelsinlar. Aka-ukalari, opa-singillari, kelinglar marhamat. Bugün baxtli onimda onajonim yonimda o'ynang ona yig'lamang qurbon sizga jonimda Bugün baxtli onimda onajonim yonimda o'ynang ona yig'lamang roziligin oling o'zlaridan o'paman bog'larda gul teraman onamga gul beraman roziligin oling ko'zlaridan o'paman Onamizga shirlik tort etib qo'yamiz. Qanini shurdagi qizlar qachon kamerachilarga qarab bermanglar. Qachon qizlar ba'lar qachon. Ba'zida chiroyli turamiz. Kengroq bo'ling. o'tdi umri mehnatda bizni deb har onam ey jonatam oilamizda xonatam o'tdi umri mehnatda bizni Onajonimizni umri hayot shirin bo'lsin. Tanishtirlik ko'p etib qo'yamiz. Hammamiz birgalikda Zo'rajon onamiz 80 yoshi bilan tabriklab turamiz. Qani birgalikda. Thank you.
tumani Beruniy Gulshani tabrik loyihasining ushbu fayzli koshonaga qadam ranjida ilashining sababchisi ushbu kechamizning 80 yoshni qarshi olgan ona qirolichasi onajonim Zavrajon onam bo'ladi. Zavrajon opa, assalomu alaykum. Tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz. Allohimga banda, Muhammadga ummat bo'lgan shaxsiy bayramingiz qutlug' bo'lsin. Sizga Allohdan uzoq umr, sihat, salomatlik, mazmunli hayot tilayman. Alloh sizni 80 yosh bilan siylagan ekan. Xudo xolasa 90-100larga kirganingizda ham ana shu sog'lik, ana shu mehr muhabbat atrofingizdagi insonlarning sizga bo'lgan mehr muhabbat sizni tark etmasin. Allohning bergan umrini sog'likda, omonlikda yashab o'tishingizga tilakdoshman. Hojijonam umringiz uzoq bo'lsin. Allohim 90-100ga kiring. Shu kunlarda ham kelib sizni tabriklash hammamizga nasib qilsin. Umringizni Xudo qilib chiroyli tarbiya bergan o'g'il qizlaringizni, suyukli kelinlaringizni, kuyov bolalaringizni, barcha nabiralaringizni rohatini ko'rib, rohatda yashash nasib ro'z aylasin. Bugun Zavrajon onamiz 80 yoshi deb yelib yugurib kelgan aziz mehmonlar, 80 ga kirgan onamizga havas qilganlar bo'lsa, bitta qarsanglar bo'lsin. Bugun onajonimizni yaxshi ko'ruvchi, dunyolarga alishmoqchi, onajonimiz 90-100larga kirganda ham sizni taklif qilib tabriklash nasib qilsin. Bugun onamiz 80 yoshni qarshi olyapti deya meni oilasiga taklif qilgan, sizni yaxshi ko'ruvchi barcha o'g'il qizlaringiz nomidan tabriklab keldim. Siz uchun chiroyli guldastalar, shirinlik tortlar maxsus o'g'il qizlaringiz nomidan. Zavrajon onam, o'g'il qizlari, kelinglar marhamat. Qani guldastalarni berib qo'yamiz. Nazokat opa. Kelinglar, o'g'il qizlari, hammamiz onamizni qaytadan bir yuzlaridan o'qib qo'yamiz. Onajonimizni 10 ta farzandi bor. 10 ta farzandidan 20 tadan yana qancha bo'ldilar. Eng suyukli qizingiz nomidan Zavrajon onamni xuddi o'zi bo'lgan Nazokatxon qizingiz nomidan alohida tabriklayman. Zavrajon onam barcha o'g'il qizlari nomidan, aynan qizi Nazokatxon nomidan chiroyli satrlar, she'riy satrlar o'qib bersam. Marhamat onajon, siz uchun. Bozordan bir shoxa novvont olib, onajon degan so'z bilan oilamizga, uyimizga, ota uyimizga kirib borish nasib qilsin. Onam bir kun kasal bo'lsa, uyimizda fayz qochadi. Shuning uchun ona men telefon etganda, uyga borganda bolam kasalman demang. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya qizingiz Nazokatxon nomidan chiroyli satrlar siz uchun. Boshim qalbim to'la mehri daryo soyingizga. Mehribonim, tanhoginam onajonim. Boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatisiz, pok iymonim, yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngu so'lingizdan, ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men qizim degan tilingizdan. Boringizga shukr ona, boringizga. Baxtlilarni allangizga almashmayman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga. Onajon, boringizga shukr. Otamizni ko'rmagan yaxshi kunlarni siz ko'ring. Agar dadajonimiz bo'lganda bu davralar boshqacha fayzli bo'lardi. Baribir otamiz uchun ko'nglimiz keldi. Otamiz o'rni boshqacha. Otamizni ko'rmagan yaxshi kunlarni sizga bersin Allohim deya. Sizga alohida tabriklarni kenja qizingiz, 12-qizi qani? Keling, shu qizingiz nomidan alohida tabrik qo'yaman. Chunki bu qizingiz onasidan ham ko'proq dadasini yaxshi ko'rar ekan. Hozir kelib dadam deb iltimos qildi. Nodiraxon ekan. Nodiraxon bir esdalik sifatida dadasini videosini ishlatibdi. Agar ruxsat bersanglar, sizga qo'yib bersam. Marhamat. Chavliqlarim
Sizlar yaxshimisizlar? Opay sizlarga omonat. Yaxshi qaranglar. Nodira qizim, tug'ilgan kuning bilan, qo'shganing bilan qo'sha qaragin. Samir bolamni 1 yoshing bilan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, rizqli, nasibali, aqlli yigit bo'lsin. Men sendan bo'lgan Samirimni ko'ra olmay ketdim. Opang ko'rgay. Ilohim qizlarim, o'g'illarim sizlarni yaxshi ko'raman. Hammangiz baxtli, taxtli bo'linglar. Odamboy bolam, sen uyni kattasisan, ukanglarga meni o'rnimga bosh bo'lgin. Bazarvoy Ergash, Sherboy Ravshan meni rozi bo'lsin desanglar, opangizdan, opa singildan xabar olib turinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bir-biringiz bilan mehrli, oqibatli bo'linglar. Sog'insin otajon. Bizani jannatimiz, bizani boyligimizdir ular. Zavrajon ona, siz sog'-omon bo'ling. Allohim umringizni bundan-da ziyoda qilsin. Hojonam, martabangizni hammamizga bersin. Turmush o'rtangizni ko'rmagan yaxshi kunlarni ko'ring. Farzandlaringiz sizni ardoqlab bugun mana katta restoranlarda yubileylaringizni berib meni taklif qilgan ekan. Xudo xolasa ular ham katta ona bo'lib sizdek farzandlardan mehr ko'rsin. Ularning niyati sizni quvontirish, duoingizni olish, yaxshi kayfiyatda uzoq umr ko'rib shu farzandlaringizdan rozi bo'lib tursangiz bo'ldi. Hozir qo'lingizni duoga oching xo'janim. Shu farzandlaringizni hammasiga bir omadlar tilab, ham ota, ham ona bo'lib duolar qilingki, ota ona rozi, Xudo rozi. Onamizni duolarini olib qo'yamiz, tilaklarini eshitib qo'yamiz. Mana bugun mening tug'ilgan kunim ekan, bolalarim, qizlarim, ortiq chog'liqlarim hammasi shu yerda. Men sizlardan roziman. Umrlaringiz uzoq bo'lg'ay, rizqlaringiz ziyod bo'lg'ay, Xudoyim o'zlaringizning bolalaringizga bosh bo'lib, qizlaringizni chiqarib, ullaringizni uylantirib, akangi yashamagan yoshlarni sizlarga berib, Xudoyim o'ynab, kulib yurmak nasib etgay. Yurtimizning farohatchiligini bergay. Hammasining uyida tinchlik, xotirjamlik bo'lgay. Xudoyim uylanmagan bolalarini uylantirgaylar, chiqarmagan qizlarni chiqargaylar. Men shularga tilakchiman. Umrlari uzoq bo'lgay, rizqlari ziyod bo'lgay. To'proq tutsa oltin bo'lgay, oltin boshlari omon bo'lgay. Shu bolalarim yurganda yo'li bo'lgay, Xizrboy yo'ldoshi bo'lgay. İmam Azam, G'avsul Azam, Hazrat Davud, Hazrat Ali Sheymerdan hamisha jilovdari bo'lgay. Olg'aylar oldirmag'ay, yiqqaylar yig'ilmag'ay. Kulib kun ko'rgaylar, quvonib yer bosqaylar. O'li qizi ko'p bo'lgay, gullar sozi jup bo'lgay. Allohdan ne so'rasalar tilagini berib, niyatini Alloh yetirgay. Men roziman bolam, berinden qizlardan ham, bolalarimdan ham, Xudoga bisab shukr. Xudoning yomon kunni ko'rmagaylar, birda yaxshi kunlarni ko'rib, o'ynab kulib yurgaylar. Rahmat va qarsaklar bo'lsin onamizning tilaklariga. Ana endi ammajonlarimiz bor. Shukurjon ammam bor, Anargul ammam bor. Ammalar bor, davra baribir fayzli. Yaxshi kunlar ammajonlarimizni boshchiligida, ammajonlarimizni qo'l ostida bo'lsin. Xudo xolam bor onajonim. Omar Osmon akam onalari, Nazokat opamning qaynonalari xush kelibsiz. Akalarim hammangiz xush kelibsizlar. Onajonim, xo'jajonim sharafiga chiroyli tabrik so'zlar yo'llab qo'yasizlar. Marhamat. Xudoyim shu tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin Xudoyim. 100 yoshlardan o'tib yurgaysiz, joyga bosh bo'lib yurgaysiz Xudoyim. Xudoyim akamning ruhlari ham chiqarib bo'lib sizni hamma ruh amallarni qo'llab yurgan bo'lgan shu akamning Xudoyim. Joylari jannatdan bo'lgan Xudoyim. Qolgan farzandlarga uzoq umrlar bergay, ketmas davlatlar bergay Xudoyim shularga. Uni qizlarni uylantirib, rohatlarini ko'rib o'tirmak nasib etgay Xudoyim. Sog' yurgaysiz Xudoyim, oldimizda.
sizlerden hemice şu batıklardan, soluklardan kızını görüp Allah'ın hemice size nasip edecek. Size de size aynı yaşınızı vermek Allah'ın nasip edecek. Hemen size sağlık dilerim. Siz kadar 80 yaşınız mutlu olsun. Yüzge çıkamak oturmak nasip edecek. Batırsa soluk. Rahmat, hammangizni tilayingiz ijobat bo'lsin. Ana endi onajonimizni o'g'il qizlari kelinglar davramizga, onamizga tabrik yo'llab bergan oqsuv tarbiyalari uchun rahmatimiz aytib, onajon sizni yaxshi ko'ramiz degan tilaklari bilan ko'ngilni olib qo'yamiz. Nazokat opa singillarni chaqiring. Aka ukalarni chaqiramiz. Onamizni tabriklab qo'yamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Oyijon, 80 yoshingizdan tabriklaman. 100ga kiring. Vaqtimizga sog' bo'ling. Sizni yaxshi ko'raman. Jannatim onam. Sizni yaxshi ko'ramiz. Dunyo to'qonga kiring. Vaqtimizga sog' bo'ling. Tug'an kuningizga oyijon tabriklayman. Baxtimizga salomat bo'laysiz doim. 80 dakika tugan 100 ga elimizda hamisha salomat bo'lmay ishda bosh qo'yib doim. O'yinlarimiz uzoq bo'lib, erlarimizga shu qoshlarga hamisha salomat bo'laysiz doim. Apam bilan tug'ilgan kunimiz ekan 80 yosh to'ldilar. Xudoyim shu 100 yoshlarga kirishga tabriklarni nasib etsin Xudoyim. Mana shu oq chavliq yo'liqlarni to'ylarni ko'rmak nasib etsin. Xudoyim. Hemen tabriklayman tug'ilganlaringiz bilan. Doim 100 yoshlarga chiqasiz. Hemen shunday yoshlarga yetiravergay. Assalomu alaykum qarindoshlar. Mana siz Aynajon 80 yoshimizga yetgan bilan uzoq umr tilayman, sihat salomatlik tilayman, dunyo saodatini tilayman. Xudoyim umringiz ko'p bo'lsin, 100 yoshlarga kirib o'rgaysiz. Onam nomidan, Shukurjon ammam nomidan ham tabriklayman. Xudoyim sog' yurgaysiz. Apa tabriklaymiz. Vaqtingizni sog' bo'ling. Yuzaga kiring. Boshqa ish yo'q bo'lgan sog' bo'ling vaqtingizda. Assalomu alaykum. Şu tabriklarni to'qsonga kiring, 100ga kiring, dardimizdan muvaffaq bo'lasiz. Vaqtimizga sog' 5 vaqtga to'g'riman. Xudoyim umiding. Akşam çoğuluk olan yoğuluk kazanmayı oturacağımızda. Sağ olun. Aparat devletin meclisinde kendisini çekip baktığını sanmam. Ne? Ana tabriklayman Xudoyim. Yuzagingizni mehribonlik nasib etsin. Sog' bo'ling. Ana tabriklayman yuzagiring. Vaqtimizga sog' bo'ling. Assalomu alaykum og'aylar. Xudoyim shu opamiz ham muvaffaqligimizga sog' bo'lsin. Akam ko'rmagan yaxshini ko'rsin. Men onam uchun bir she'r aytaman. Ona, mening quyoshdan issiq, ko'zlaringga cheksiz bir yorug'lik, bir tabassumingiz qalbga davo, borligingiz o'zi bir dunyo. Tunlar beg'am bo'lib asragansiz.
Dertlerimizni sezib yashirgansiz. Siz bor ekansiz, uyimiz bir cennet. Onajon, siz bilan go'zal hayot. Dunyoda eng buyuk nom ona. Mehringiz o'xshar musaffo osmonga, umringiz uzun, baxtingiz ziyoda. Siz borsiz, qaraysiz bor xonalar bir xonada. Onajonim sog' bo'ling xudoyim. Hamisha 84, 90 va 100 da shunday o'tirish hammaga nasib etsin. O'ynay ona, siz yaxshi kunimda quvvatingiz ko'rish orzuyim. Tabriklayman. Sog' salomat bo'lganingizda hamisha sog' yurgansiz xudoyim. Shu bilan vaqtlarimizni ko'rib, shulardan quvonib o'tirmaysiz. Opa, siz ham yaxshi ko'raman. Yurakdasiz. Bugun yaxshi kunimda, ey malim jonim, Yilib qo'yaman. Seksenge sektirib, 90'ga 90, 100'de xudoyim yugurib birorga isteyapman. Yaxshi ko'raman. Tabriklayman, yana tug'ilgan kuningiz bilan yuzga kiring. Yine tabriklayman. Uzoq bo'lsin. Shunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Hammamizning boshimizda sog'lik bo'ling. Ne deymiz? Hem vaqt yaxshi kun bo'lsin. Tabriklayman. Bizga kiring. Rahmat. Qani, kesinlar. Shahnazarxonni sarmoyga pishgan palovlaridan mazali deydi u. Kesin qani shu kelindan bir tabrik eshitamiz. Kelinglar. Assalomu alaykum. Ag'aylar. Bugun mana yenam tug'ilgan kunda o'tirgan ekanmiz. Birday shunday yaxshi kunlarda o'tirganmiz. Yana elimizda sog'im. Sizning baringizga shukr. Sizning o'zingizda yuribsizlar. Rahmat. Balanlardan tabriklayman. Elimizda sog' yuring. Bolalarım ham qo'yda bosh bo'lg'aysiz. Yine umringiz uzoq bo'lsin, baxtingizga sog'-salomat bo'lsin xudoyim. Shu ahvolingiz hammasini boshimda bosh bo'lgaysiz. Anamjon Mirzaolim to'ylaridan bosh bo'lgaysiz xudoyim. Elimizda sog' bo'lgaysiz. Ne doğan geç bile tabriklayman. Baxtimda sog'lom yurgaysiz. Rahmat. Hammani tilagi ijobat bo'lsin. Ana endi Zavrajon onamizni bir sahnamizga taklif qilib, o'g'il qizlari keling. Ana shu qo'shiqni onamiz uchun bag'ishlaymiz. Onamizni qo'llaridan ushlab o'ynaymiz. Nazokat qilib onamizni davramizga taklif qilamiz.